Şu tamakla kere. Yo'ldagi chaqcham motoning to'shtiga bitib qoldi. Ya bo'lmasa qo'saq ichib bitib qilib, shundan kelib qoldi. Ya bo'lmasa aqotinning tug'ut qistab ketganda doktorxonaga berib keldi. Saat necha oldu? Men saat 3 bilan turgan tursam tamoq, bu saat 4 olganda bu tamoqdan keladi g'ashfama. Ha, qanday qilib bu tamoqni yeb bo'ldik biz? Bir tal jo'maji 4 soatimi chiqib qolmaydi g'ashfama. Uni hamda putini qurashtirib atamdiq, ya qantinimi. Bak, jinasini vurgandan vaqtida ekib birlar aqasining japa tatilganligini bek ko'p tafqimiz bas. Bek balaf qilmas. Lekin ufqandan keyin shu ufqanga tushtab biz bilan vaqtida ekib bir jo'maji degan 4 soat pishirgan biz bu bor. Ha? Voy bo'ldi, men ekkaslar desammi, bo'ldi qaysa. Bak so'qoqda saat qilmasan deb qoldim. Bo'lamda, buningdan diqqat qilaylik, vaqt ko'z qarshimiz obdaroq bo'lsin, nima? Nesh bo'ldi? 1688 ko'y. Ha? 1688 ko'y. Necha ming 8 ko'y? Yichel Liubey başı ba. Jo'majikina mava. Mushu silninkir, mushu ilg'a vaqtida ishidan 6 tal parchaq chiqadigan jo'majilari 1688 ko'y degan pul oldi. Bu silning to'qi 3,5 marta. Ha? Allah aydılab ketdi-da. Bu silning to'qa endi shundan to'qimati yoki bu bir to'g'i qishmatda. Bu endi shu 1688 ko'y pulni men to'lagandak, bu silning to'qa jo'maji degan to'qalari mening yuraklarimdagi qon besimlarimni, u bu ishlarimning hammasini to'liq yo'qotib bedendagi kasal-pesalning hammasini to'liq tozalab meni 16 yosh atrofiga qaytirib qo'ydigan o'xshaydi. Bu nim bo'lganda 1688 ko'y kim bu? Jo'majilari 88 ko'y. Ha. Kelib ketish kirasi 1600 ko'y. 8 ko'y keldik, 8 ko'y ketamiz. Nereden kelgeli bir Şanghay'da kepek akşamı bu jo'majilarni menga. Sizning telefonlar bir Qashqar shaharchidagi do'konlarga mangmamda. Mangata, qada. Nima sanji urib olindi asl telefonda? Ha? O Sanjidan ekeldim meni. Sanjida? Ha, bosh zavod qurib keldilar, shu bosh zavoddan ekeldim. Ha, bo'lsin. Xushbo'y, shovchi. O bu sizning zavod degandan ochiq suv techib qo'yib ishlaydi, bu jo'maji ishlaymiz. Sizlar borib keldilar, sizlarning ko'ngillarini uftimaz deb bizning shirkat. Shu atoyatni ekeldik. Biz endi xaridorning ko'nglini birinchi o'rinda qo'yamiz emasmi? Bak sat turibdi. Men musha o'g'anda qilgandir. Yo'q. Bo'lib qo'yib. Mana sizlar. Voy, xushbo'y jo'maji. Voy, ha shu men mushni silinglar deb telefon qilib bizning mujadim bir ayda jo'maji qandan bisvati. Shunaqa xushbo'yning jo'maji telefon silinglar deb ayda degandim. Deb kelib uribsan. Ammo bizning ko'nglimiz. Bundan keyin uyaga, Shanxayga, Sayyaga, Xaynanga telefon qilib yurmay. Xaynanga telefon qilsanglar, kasi to'ngab qoladi qahnoyada. Qanday çalışırsan bor? İç qıplan ballığı bu reisler birden mi ciddi yağılıydı? Mağıl. Sen durup da pulunu itirteyim ha. Ya bol bizden köngülümüz. Komal bek artık işte dikep itirteyim. Yok bol bizden köngülümüz, rahmet. Sen çay içmem ama. Rahmet bek işte koyayım yaksılığın çayını mişade. Ma qo'saq uyg'unab ketgan turdi. Yo'q, ma'qul. Laqvaliq mening. Kelib shirkatning o'ziga ufg'on ketdimi bu telefonda? Qimmat jo'majini. Ballar men chiqinglar, men 1800 ko'y jo'maji yemiz, 1600 ko'y kirasiz. Bo'langlar, qimmat jo'maji keldi.